Do'stlar, 16-avgust sanasiga Surxondaryo Oltinsoydan Yahyobek Eshon bobomizdan dolasa sotiladigan urg'och sovliqlar. O'sha mana shunday uncha-muncha qo'chqorga ham dam beraveradigan sovliqlar ekan jonivor. Qo'chqorimiz ikkitishda. Bu qo'chqor sotilmaydi ekan. Xullas, qo'ylarda ichida yurgan qo'chqor mana shu. Qo'ylarimiz ham o'sha oldi bildirib qolgan o'zi. Yilin qo'zg'ab. Qo'ylar, sovliqlar endi ichidan bitta mana shunisini ushladik. Ay barakasini bersin, sifatli sovliqlar ekan. Qo'yib yuboring qani. Qo'chqorimiz ikkitish. Xo'p. Sovliqlar mana shu holatda. Hop. Bu yerda nechta dedingiz? 40 ta akajon. 40 ta sovliq a? 40 ta. Bir joyda o'sha to'liq videosini YouTube tarmog'iga joyladik. Bitta tuqqan, ikkita, 3 ta hali tug'maganlari ham bor ekan birinchi qoringa. Ikkitish qo'ylar. Lekin ko'pchiligi baquvvat qo'ylarda jonivorlar. Do'stlar, Surxondaryo Oltinsoydan 40 ta qo'y bir joyga. Xo'p, mana shu tog'lardan las tagida. Eshonbo, Akajon, narxini nech puldan qo'ydingiz? Bir ayting qani. Xo'p, YouTube kanalingizda ham aytdik akajon. Ha, aytdik unda ham. Endi Aytdik. Instagramga qo'yamiz bunisini. Instagramga bo'lsa aka 10 milliondan qo'ydik narxini. Aha. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi. Xudo xolasa telefon qilsa